Ixtiyor Ermatov o'zbek tilshunosligining fidoyi olimlaridan biri, filologiya fanlari doktori, professor. U 1970-yilda Qirg'iziston Respublikasining O'sh viloyatida Laylak tumanida tug'ilgan. Xo'jand davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakultetini tamomlab, 1996-yilda pedagogik faoliyatini Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi maktabda ona tili va adabiyot o'qituvchisi sifatida boshlagan. U mehnatsevarligi va izlanishlari bilan tez orada e'tibor qozonib, xalq ta'limi tizimida turli mas'ul lavozimlarda metodist, bo'lim mudiri, viloyat boshqarmasining yetakchi mutaxassisi, bo'lim boshlig'i va rahbarlik darajasigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. 2019-yildan boshlab Guliston davlat universitetida faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirda o'zbek tilshunosligi kafedrasi professori sifatida ilmiy pedagogik faoliyatini davom ettirmoqda. Ixtiyor Ermatov o'zbek tilshunosligi terminologiya, leksikologiya va ta'lim metodikasi yo'nalishlarida 100 dan ortiq ilmiy maqolalar, o'nlab monografiyalar, darsliklar va o'quv qo'llanmalar muallifidir. Uning asosiy asarlari qatorida tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati, Tojikistonda o'zbek tilshunosligi, o'zbek tilshunoslik terminologiyasi, hozirgi o'zbek adabiy tili, terminologiya tizimida giperonimik munosabatlar, terminologiyada leksik, semantik hodisalar, Sirdaryo viloyati toponimlarining izohli lug'ati, Sirdaryo toponimlari, o'zbek tilining sohada qo'llanilishi, o'zbek tilida ekvonimiya, diktantlar to'plami, davlat tilida ish yuritish kabi muhim ilmiy asarlar mavjud. Uning ilmiy ishlari nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham ta'lim tizimi va tilshunoslik fanining rivojiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Olim ko'plab magistr va tadqiqotchilarga ustozlik qilib, ilmiy maktab shakllanishiga zamin yaratgan. Ta'lim va ilm-fan rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun u 2013-yilda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Ixtiyor Ermatovning hayot yo'li ilmga sadoqat, mehnat va fidoyilik timsolidir.